Qo'y va qo'chqorlar $250 dan $400 Buqalar $1700 dan $2500 Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Aziz birodarlar, alhamdulillah Allohning fazli bilan mana bu qurbonli hayitga ham sanoqli kunlar qoldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu kunda bizlarni solih amallarda sobit qilsin va o'zini yo'lida qurbonlik qilishligiga o'zi tavfiq bersin. Aziz birodarlar, bir akamiz o'g'il farzandli bo'lgan ekanlar. Ismlarini Abdulaziz qo'ygan ekanlar. Aqiqa uchun qurbonlik qilish uchun mablag' chiqargan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ko'zlarini quvontiradigan, ota-onasini jannatga yetaklab kiradigan farzandlardan bo'lsin. Zulhijjani 10 kunligiga Alloh subhanahu va taolo nasib qilibdi mana bu aqiqa qilishligiga. Alloh subhanahu va taolo akamizdan qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo Abdulaziz ukamizni solihlardan qilsin. Ko'zlarini quvontiradigan farzand bo'lsin. Mana bu qo'yni qurbonlik go'shtlarini inshaalloh ehtiyojmandlarga tarqatamiz. Aziz birodarlar, kim mana bu Shom va G'azo yerlarida kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z mablag'inglarni yetkazsanglar bo'ladi. Ma'lumot o'laroq, hozir G'azoda qo'y topilishi juda ham qiyin. Topilsa ham $2000 kamida. Alloh subhanahu va taolo mana bu mazlumlarga yordam bersin, bizlarni ularga yordamchi qilsin inshaalloh. Ko'rib turibsizlar, qo'y $2000 bo'lgandan keyin oddiy yordamlar ham, masalan, ya'ni juda qimmatchilik davom etyapti. Alloh subhanahu va taolo ularga yordam bersin. Kim mana bu Shom va G'azo yerlariga yordam qilmoqchi bo'lsa, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z yordaminglarni yetkazsanglar bo'ladi. Yaxshilik karvonimiz alhamdulillah davom etyapti. Mana bu yaxshilik karvonidan aziz birodarlar, siz va biz ortda qolmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.